Assalomu alaykum qadrli to'rdosh do'stlar. Shabnam Cho'lponlar ziyorat orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men To'riyoseti Zubayda. Biz bugungi programmamizga hammalarga tunishlik bo'lgan suyumli Umaq Cho'lponimiz Arafon bilan uning aksi Kamrani alayda taklif bilan qatnashtirdik. Nurg'un balalar kichigidilla san'atga erishman keladi. Arfanni xuddi shularga o'xshashlar kichigidilla san'atga erishman edi. O'g'ildagi san'atga bo'lgan qizg'inlikni sezgan Arslan aka Arfanni 3 yoshidan boshlab maxsus tarbiyalab har xil san'at faoliyatlariga qatnashtiradi. Arfan 5 yoshga kirganda bir necha naqshini ravon eta oladigan bo'ladi. Bir kuni Arfanning opasi Gezitdan Markaziy televiziya stansiyasining alayda 6 qo'shilgan bir san'at programmasiga Shinjongdan nomzod tanlayotganligi to'g'risidagi xabarni ko'rib qoladi. U Arfanni qatnashtirib yiqishni o'ylab, Arfanni imtihon maydoniga elib boradi. Arfan tizimlatganlarning 875-si, ya'ni eng oxirgisi edi. Umaq ham chiroyli Arfan yiqimli naqsi, chaqchaq harakatlari bilan shu maydondagi muallimlarda cho'nqur ta'sir qoldirdi va shu maydondalar Arfanning tanlanganligi e'lon qilindi. Arfan 2004-yil 12-oyning 5-kuni Markaziy televiziya stansiyasining alayda 6 qo'shilgan bir programmasiga qatnashdi va tomoshabinlarning yuqori bahosiga, qizg'in olqishiga erishdi. Arfanning chiroyliligi, umaqligi, inkosning tezligi, o'rindash mahoratining yuqoriligi nurg'un dangliq rejissorlarning, cho'lponlarning, hatto butun mamlakat xalqining qiziqishini qo'zg'aydi. U ilgari keyin bo'lib Amerika, Belgiya va Shotlandiyaga berib o'yin qo'ydi. Mamlakat bo'yicha dong chiqargan bola cho'lponlar ichida Arfanni eng oldingi qatorda turdi desak oshirvatganlik bo'lmas. Uning bilan hamkorlashgan cho'lponlar va rejissorlarning o'rtaq bir qarashi bor. U bo'lsa-mu, bu bolaning kelgusi texmi parlaq. Mushugim mashanida uxlaydi. Kipinaklar sernilani ulaydi. Tarakulligidan suygun fikri taraydi. Muhabbatga tashna ekan yer shari. Muhabbatga tashna ekan yer shari. Umaq Cho'lponimiz Arafanning ish izlariga qiziqsangiz, diqqatingiz Shabnam Cho'lponlar ziyoratida bo'lsin. Assalomu alaykum Kamran. Arafan, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Eng avval mushu keng to'rdoshlarga bir salomlarni yetkazib o'tamsizlar. Shabnamdagi do'stlar yaxshimisizlar? Mening ismim Arfan. Shabnamdagi to'rdoshlar yaxshimisizlar? Men Kamran. Arafanning aks bo'lsa shunaqmi? Undaqda Arafan hozir sizning yozliq ta'til vaqtingiz shunaqmi? Undaqda mushu ta'tilingizni qanday o'tkazishni o'ylayapsiz? Shu o'zimning bir yemchan qo'y, shuni o'tkazdim asos. Naqshi kechiringiz o'tkazmoqchi shunaqmi? Shunaqa tayyorlayapsiz shunaqmi? Kamran siz qabulmay o'shini tafsiliyroq tapasiz o'tga to'rdoshlarga. Shu 9-oyda biz Arfanning bir sana kechiringni o'tkazmoqchi, shu naqsh kechiringni. Mustaqil naqsh kechiringni. Shunaqa bizlar jamoatchimiz ham dunyo bo'yicha hozirgi nisbatan aytganda eng kichik bolalarning san'at kechigi o'tkazgani shu 11 yoshga. Endi biz Arfan 9 yil yoshga kirganmiz. Shu dunyo jinsi rekordini iltimos qilmoqchi. Iltimos qilmoqchi shunaqmi? Undaqda sizlar bu naqsh kechirgini qayerda o'tkazmoqchi bo'lasizlar? Urumchida. Urumchidami? Qachonroq? 9-oyda. 9-oydami? Undaqda sizlarning shu naqsh kechirganlarning muvaffaqiyatli bo'lishiga chin dildan tilaklashlik bildiraman. Arafan sizni tirisham. Rahmat. Undaqda Arafan hozir siz Beijing o'qiysiz shunaqmi? Darslaringiz bu vaqtda balkim o'yinlaringiz o'tilga qolgan bunaqa ahvollar bo'lamdi. Bo'ldi. Shu uyda ma'lum barcha menga bunda Ayrim oila o'qituvchisi bormi? Shu bunda tala chiqib ketganda shu ma'lumni tam apirmiz. Sizlar masalan siz o'yin qo'yg'il chiqqanimi o'qituvchingiz siz bilan tan berib darslaringizni takror qildi shunaqmi? Undaqda sizning o'sha o'yinlaringizning o'rganishingizga ta'sir bo'lamdi-ku, bo'lmamdi-ku? Yo'q. Shu bo'lmaydi. Qanday desamlar, shu
Ne varsa şu malın elip aşı oku aşı malın bizden aşı mektepteki malın bir aşı im derslerini aşı dersler aşı malın memleketten bir mana. Mesela tavşırıqlarınızı, öyrənişlərinizi hem aşağı qutuşunuzu yedəkçilik qılır ekanlar. Arafan siz adatım şu naqşa, usullardan başqa yana nimalar qiziqsiz, qiziqishlaringizni bir bilib baqsaq bo'lamdi? Futbol. Futbol qiziqamsiz? Odatda o'ynab turamsiz futbolni? Məldə şu kun bolalar bilan o'ynayman. Do'stlar bilanmi? Odatda sizlar top o'ynagan qanday o'ynaysizlar? Bir guruh, ikki guruh bo'lib o'ynamsizlar yoki o'zinglar tepib erkin o'ynamsizlar? Ikki vaqtda o'ynaymiz. Ikki vaqtda o'ynaysizlar, shunaqmi? Undaqda siz o'ynagan vaqtda o'ttir maydonda o'ynamsiz yoki varta bo'lamsiz? Qanday o'ynaysiz? Topni. Ba'zan vaqtida bunda hisob qilmaymiz ularni. Shu qanday tepsaq tepaveramiz uchun şu oyun bunda Beijing'de bo'lsa, bunda o'ttir maydoni aşağıda deydigan. Şu bunda ne açık qarnim yo'q, qanday o'ynasam o'ynayman. Undaqda shu top o'ynagan vaqtida sizning saviyangiz qanchalik do'stlaringizning ichida cho'qim samida yaxshi tepsiz-ku deyman topni, shunaqmi? Ya, jiq lekin yaxshi tepgan odam. Siz ashlarni oldiga o'tib ketdingiz bormi? Cho'qim men sizni yaxshi tepsam deb o'ylamsiz. Yo'q. Unda emas. Shu bolalar bilan o'xshash tepayim. Ashna deysiz shunaqmi? Yaxshi. Yenicha undan boshqa yana qiziqadigan alaydi faoliyatlaringiz bormi? Masalan, shaxmat o'ynash bo'lamdi, rasm chizish bo'lamdi degandek sizlarning bala o'yinlaringlar bo'ldimi? Shaxmatmi? Shaxmat yaxshi o'ynamsiz? Shu lekin yaxshi ko'rman. Yaxshi ko'rsiz. Men to'g'ri ko'rishimcha shu shaxmat o'ynash qiziq qilishingizda shundan yaxshi bir hikoya bor ekan, shuni bizga bir so'zlab beramsiz? Biz o'qib boqaylik. Shu Beijingda shu bir hangor bir Koreyalik. Shu koreyalik shu sen o shaxmat o'ynamaysan, sen meni futamaysan, maktabdami? Mana birga o'ynamagan ekan deb ochig'im kelib, maqa juma deb shu lekin maydonda shu o'tdim. Qanday qilib o'tiribsizda o'sha yerda? Qanday qilib opamni so'rab bag'aylab, ma'lumni topamdi shu aniga bir hali tip qopgan. Shu meni tip bilib, yimda ba'da yim qildi, eshitmadim. Tamoq yedim. Tamoq yeb, ani uyga kelib, opam degandi, mushtahan bir-birini qidib degandi. Aniga shu men opam maqa degandi, jib yaxshi aniga o'sha yerda shaxmat o'ynashni o'rganib futbol aydidan shundaqmi? Shunaq o'rgangan shaxmat o'ynashni. Kimdan o'rgandingiz? Shu dadam fuqidi. Shu ochimlarni fuqidi. Shu o'rgatib meni shu maktabdan o'rgangan. Maktabdan o'rgatib shu vaqtida kelgandim uchun maktab kelib. Maktab kelib keldingizmi? Kilam qilaylik. Futbolchilar kilam bir futbol qildim. Jim bo'lib qoldi. Ashna bo'lgan futboldan o'zimda yaxshi. Ana adam tirsar qanday shuna qilib bo'ldi shundaq-ku. Sizdan o'zingizga bo'lgan ishonchingiz shundaq cho'nka biz xush bo'ldik bundan. Qanday mashruoyingizni joriy qildirib bo'lamdi? Arafan siz bu qitimliq strandiki yetavrash optini bilsiz shundaq-ku. Televizordan sizdan shu yerga berib, yana faoliyatda qatnashganligingizni hammamiz ko'rdik. Undaqda ash taraflarga borgandan keyin o'zingiz qanday bir xil hissiyotlarda bo'ldingiz? Shu u yerga berib mende küçük vallahi pek kulu yok, putu yok şu ko'nglim pek yerim bo'ldi shunaqmi? Obatda xatar kuchirgan balla deydi. Shu vallahi men kelgandim. Ama Erfan kelgan rasm tushaylidan shu rasm tushuyman. Undaqda shu stranga berib, yon to'plash faoliyatida qatnashdinglar shunaqmi? Dastlabda shu stranga yetarganda anab televizorda shu ko'rib o'zimiz bir xil yeri bo'lib, oxirida azat deganlar Arfon bizni tarafga chiqib qizil krishtianlikni berib ondan so'ng bu mumkin uzoq o'tmaylar markaziy stansiyaniki yan to'plash faoliyati sana kechida qildi. Xoniki ular Arfon o'zi oxirida Urumchi keldi. Urumchidimi shu yan to'plash sana kechida qildi. Uni ham
Onun ki adınyanın biri vallahi benim günü berip aş ballarını yoklap gelip öz talep kılıp. Şuna sen aş nimgen ya da örgen merkez şerki. Ben şeyini paydaşmak mı? Şöyle kurap uyarım. Şıkılıp hakikaten pek içinişlik adamın kavmet yerim oluyor. Bunun berip uyarı ballarını teselli berip iliyatın yatışlar. Söz bir gün gitken. Naydım yaxshi bir fəaliyyət bolubdu bu. Asasiyatım öz talep kılıp paramenet durulub özü var. Billah yaxshi. Endi qandaq bu yerga baray deb o'ylab qoldingiz shularni ko'rib, shuna ichingiz og'irdi shunaqmi? Televizorda ko'rgandan keyin. Şu deniz körüp, şu içimdeki şu ko'nglim bek yerim bo'ldi ya. Şunu aşağı berip, şu ballarni yo'qlab kelay deb o'zim aptadim opamlarni. Dadash apashlarlar bilib qaldingiz shunaqmi? Men aytdim, yaxshi buningdagi ana shunday faoliyatlar vositasida qatnashib turaman ukam. Undaqda hozir maktabingizda chet elliklar bor dedingiz shunaqmi? Undaqda sizlar nima o'qiysizlar maktabda? Maktabda şu kompüter şu hamma narsa bor. Butun narsalar bor. Hemen universal o'qiysizlar deydi. Ko'ngillikmi maktabdagi turmushlaringiz? Bo'ldi. Her ta'til olganda mush Shinjan qaytib kelamsiz yoki asosan Beijing turib qolamsiz? Nishada Shinjan qaytib kelsiz shunaqmi? U yo'llaringiz taqishib qolmagan ahvol ostida kelsiz. Undaqda Beijing yaxshimikan, men yaxshimikan? Men yaxshi. Do'stlaringiz bormi? Babachik. Mishada chiqma. Babachik. Ta'tilda o'ynaysizlar. Nimalarni o'ynaysizlar dedi Mishurumchiga sanlar do'stlar? Top. Futbol o'ynaysizlar. Aba shu atishim deb qo'ygan, shu hozir qancha bo'ldi? Hozirma soat qancha bo'ldi? Men diqqat qilmabman, soat kirmabman. Shoptu soatdan. Shunga vaqtmi ya? Shunga soat 3 bo'ldi hozir. Beijing vaqt 5 bo'ldi. Qanchaga deyish qo'ygan do'stlaringiz bilan? Shunga vaqti 4 kunma, 4 kun yurib berib o'ynimsiz bo'lmayotganda hamsa shundaqmi? Unda biz suhbatimizni chaqara qilsak o'qiday. Ishtimaydi. Do'stim, navbatimsa shu deb qo'ysam bo'ldi. Yaxshi. Bizga naqsh yetib beramsiz? O'tirib juma anglab boqay, naqmaydan bir anglab boqay. Davomli shu televizor ekranlarida ko'raman sizning naqsh yetganingizni. Arslanka sizni aytdim yaxshi kelibsiz. Undaqda bayatdan beri shu Arafon bilan parangish jarayonida his qildim. Aytdim aqlli, chechan, ko'pga qodir cho'ngibdi. Undaqda mushu bir farzandlar mushunchalik yaxshi tarbiyalanishini ota-onaning yaxshi tarbiyalashidan uyda qo'llab-quvvatlashini ayirib farqi bo'lmaydi. Undaqda mushu Arafonni tarbiyalash jarayonidagi ish izlab bilan bir azroq tanishib chiqqan bo'lsak. Masalan, ayolda qanday tarbiyalarni ilib borsizlar? Bundan asası balınki özünün toğun talant asas. Bunun halından şu atalı boğucununki balının nemi kızıkışı. Yani şu asıl kızık kaldırıp hatta şunu şarayet yartış gerek. Bir atalı boğucu balının akıllı karttan isten ya müzikaya, ya usulga, ya nakşıga, ya gemiga. Şunu katta hem de şununki şu materyallarını ya büyük oraya getiriyor. Şey bulmadan şu materyalını köp göz çıkarlar. Köp göztür şunu aşı balık köp görüp ügünüp bulanmagan. Yani ügünenmege yerler olup kaçlı göz tükeriş. Yani şu ata-ana da şu şarayet olsa bulmagan da şu bir dağlarını verip yani otukuşlar teklif bilip balık gözünü kızıkşı asasen.
Şu adada uyun qo'yg'il borsizlar-ku, bağa vaqtlarda siz tang bilib bo'lamsizmi shu Arafandan bilan? Asas chetdi. Ba'zi vaqtda mening ishim chiqib qolganda absurd bordi. Absurd bo'lmagan men borman. Shu ba'zan kechilikning cho'q kichik ahvol borda. Bundaqda shu kechiliklar qatnashqicha mashqlarni siz qilib beramsiz yoki o'zi topamdi asosan? Asas chetdi, o'zim qiladi. O'zi qilolmagan yerlarni ko'rsatib qo'ymas. Asas naqshninki ba'zan kichik o'g'ashqa, ba'zan naqshning mazmunlarini tushunmaydi. To'g'ri. Tushundirib, shu mazmunga naqshning mazmuniga asosan ba'zi harakatlarni babadan mamanda qilib mazmundagi so'z shuni buni manda tarafdan harakat yoki o'zingizga ama ya kulish yoki qayg'urish jarayoni biz tadbirimizda bo'lgan. Shuni o'rgatish jarayonida o'zi qog'ini o'zi chiqaradi. Shu Arafan o'yin qo'yish jarayonlarida ko'p qo'yib zerkish kes qilamdi yoki shuni har qaytamda yangi bir xil ilhomlar bilan chiqamdi sahnaga. Bu balniki bir yaxshi yeri endi. Tövəndə bəzi vaxtdan bilan sahnaga bir chiqsa boshqa bir odam o'zlariga biz mana deymiz Allah sahnaga nima yaratdi degan gap so'zlarimiz bor. Shunga o'xshash bu endi sahnaning bolasideklar chiqdi ya ana nazm unutdi. Shuni kirishlikka tarqandaq bo'ldi. Bu she'ri bu bolalarda bizga qattiq ta'sir qilgan yeri. Tövəndə sizlar bir kichik bola. Özünün oyunu tepib, yalnız apısındaki somkısında ya otomen bulamda bir oyuncular var, ya toplu var, maşının şu aşılığını oynayıp, küçük balaların neçidi göğüsler, kırış bir görüşler bu oyuna. Yani sekinin çıkanlar başka bir sekinin adamı. Başqacha bir adam olib chiqadi deylik. Sahnəyə chiqqan jiddiyləşməysiz shunaqmi? Faqatla. Jiddiyləşmə. Shunday yaxshi ko'nganda shu sahnaga pishib cho'mildi. Yaqinda shu film ishlabdi-ku. Aş filmni bir tavsiya etmoqchi qanday? Masalan, qanday film o tek yuz ko'rishni bilan. Tayvan bilan shu Shanghayning kinojini o'shaning qo'yishib. Ishlagan film Budan Show endi. Hanzucha. Onun da endi Tayvandagi bir bolaninki kasaljan bir bola, rak bo'lgan bir bolaninki Dungo kelib shu Budan Showni ko'rib, shu Budan Show bilan qiladi. Shu Budan kursini yugurish jarayoni. U yerda u anda Tayvanga kelgan bir boshlovchi Arfan Madungoniki. Bu yerda yugurib, onun nurg'un yordamlarni qilib, shunday yaxshi yutish jarayoni, yugurish jarayonidagi bir ahvolat. O qanaqa bo'lib tanlab qoldi bu filmga? Buni anda o'zlari shu to'g'rimi, bu barnoma sakinlarida chiqib ketganligi. Shu izlab bizni bu jurnalistlarning telefonimizga ilib izlab deb söyleyişelim. Şuna qatnashdi, shunaqmi? 8 ayının oxirida yana bir film. Bayatın tilg'ib o'tdi. Shanxay, onun Shanxayda ishlaydi. Shanxay kino institutida. Onun da şu baş rol. Asosiy rol oldi. Onun da Amerikadan Dungo asli bu nima hamda onun da ne bo'lib chiqdi ma u. Ana Dungo'da bilan Amerikalikniki qo'shlardan da. Şunu olib chiqdi shu Amerikadan Amerikada o'qib, Amerikada chiqib kelib, shu Dungo'ga sirlardan to'ljanlar. Kelib shu yerda bunun opsi hamda nima? Momisi, mana bizning Mo'ng'ul va tashqarisiz va kino Singovada. U momus olib chiqdi. Shu jarayonda bu bola shu yezig'noy kelgandan keyin shu yerga bir ahvolat shu bola orqali ishib tortilib, shu bola ko'rib shu jarayonga bir hikoya so'zladi. Shu so'zlandi deylik. Unaqa tex suratga olmadimi? Yo'q, hozirda maydon ko'ryapti. Maydon ko'ryapti. Arafan undaqda siz shu filmlarda yodlaysizlar-ku sahna so'zlarini o'zingizdan. Shuni yodlash jarayoni qiynalmisiz, qiynalmamsiz? Yo'q, rol elish jarayoni gaplar bor-ku. Onun kinonikida o'xshamaydigan bir yeri bu ayrim ko'rinishlar olgan. Ayrim ko'rinishlar. Uni bir uriyat ba'zan bir uriyat varsa ikkinchi qatim tushib yana bir qatim ani. O'zlashtirib olsa asosida uni bo'lab oldi emasmi? Uni bilan chiqib ketmaydi. Ash rol elish jarayonlarida siz bilib oldingiz deylik fikrlayman. Asosan. Uning ustiga bunun bir yaxshi yeri do'rashqa yomon bo'lganligi. Do'rasangiz-da. Undan keyin bu kino atrofida ancha qiynalib ketmaydi. Yaxshi oldi. Mushu o'g'lingizning kelgusida qandayroq odam bo'lsa kerak deb umid qilasiz Arslanka? Endi
Menimcha bo'lsa qancha yaxshi bo'lsinchi. Har qanday bir otaning o'ylaydiganidan shu bolaning o'zining tirishchanligi. Ha? Tag'in xalqimizning qo'ldishi. Endi asos shu o'zi qaraymiz bundan. Menimcha o'g'anda texmo dunyoga tanda uyg'unni bir kino cho'lpon bo'lsa. Shuna bir dunyoviy cho'lpon bo'lsa deb umid qilasiz deydik. Arafan ishonchingiz bormi? Ishonchim bor. Bunday yaxshi. Buni bir ko'raylik. Ha, yaxshi. Tirishonjimi? Cho'qim davomli cho'lpon bo'lib siz biz Uyg'urlarning ichidan chiqqan millatning faxri bo'lishingizni umid qilamiz kelgusida. Bugun bizning suhbatimizga Arafat ukamni yaxshi moslashib berdingiz. Kelganingizni biz intayin xush bo'ldik. Undaqda bizning bu Shabnam To'r shirkatimizga deydigan qanday yurak so'zingiz bor, shuni bir anglab baqsaq bo'lamdi. Shabnam To'ri sizning eng yaxshi tanishingiz. Rahmat. Oxirida bizning Shabnam shirkatimizdan sizga bergan azroq ko'ngil sovg'isi bor. Boyadan siz men shaxmat o'ynashni yaxshi ko'rmadingiz emasmi? Mani uyda o'ynab, texnik ash maktabimizga shaxmat usta bo'lganda, aniq yangi bo'lamdi. Men uni qabul qilaman. Bu bo'lsa bizning Shabnam shirkatimizning kiyim maykisi buni saqlab qo'ygan xatir bo'lishibdi-da. Bugun suhbatimizni yaxshi davomlashdi. Arslanka oxirida sizga rahmat aytaman. Bolalarni intayin yaxshi tarbiyalab sizlar tomonidan keyingi tarbiyalarni texnik yaxshi bo'lishini uchun umid qilaman. Rahmat. Qadrli turdаш do'stlar, bizning bugungi suhbatimiz vaqt munosabati bilan mushad oxirlashdi. Oxirida millatimizning ma'lumotlarga o'xshash yaramli izbosarlarni tarbiyalash uchun tirishishimizni umid qilamiz. Oxirida diningizga salomatlik, ishlaringizga qutuq bo'lsin. Kelar qaytamoq cho'lqonlar ziyarati ko'rishaylik. Xayr. Meşyanida uxlaydı kipinekler, şerli yani ovlaydı her gün.